Xo'p, okeylar. Hozir sizlar bilan Spark'ga kondisionerni knopkasini remont qilishni o'rganamiz. Buning uchun nima qilamiz? Bitta kelgan Spark'ga topamiz. Ya'ni shunaqa muammo bilan kelgan Spark kerak bo'ladi. Bu taxminan 200 ming so'm, 250 ming so'mlik ish bo'ladi. Xohlasa 100 ming so'm seli bo'ladi. Endi xohishinglar. Buncha yechib olasizlar, ikkita trosni yechib olasizlar, mana shu holatga keladi. Knopkasini tekshirib olasizlar. Orqasida anaqasi bor, payka qilingan joyi bor. Payka qilingan joydan ko'chirib olamiz. Uning uchun biz addini platan chiqarib olib va mana bunaqa knopka sotib olishimiz kerak bo'ladi. Knopkani sotib olish uchun men do'kon nomer qoldiraman. Telefon qilsanglar, Yandexdan chiqarib olishadi. Tursa bir nazmaga turadi. Faqat buni mehnat og'ir. Platani yechamiz, ikkita samolyot turadi. Mana xavfli joyi yo'q. Faqatgina regirovkasini biz qo'ymasak bo'ladi. Tan krisisini qilib chiqadi. Plata chiqdi. Kondisioner turgan joyini eslab qolamiz. Bunday bo'ladi, mana bu bo'ladi. Mana knopkani alishtiramiz. Ovoz chiqadi. Mana hozir o'chirib turaman buni. Qarang, ovoz chiqadi bunda, lekin ishlamaydi. Lekin bunda polniy ovoz zo'r chiqadi. Cho'tki ishlaydi. Xo'p, buni polosheniyasini farqi yo'q. Qanaqa polosheniyani qo'yishinglarni. Bosganda tok chiqargan holatiga qo'yasizlar, qaranglar. Bosganda ushlab qo'yganida tok chiqish kerak, to'g'ri o'chish kerak. Navbatda bossa tok chiqish kerak. Uning uchun tester kerak bo'ladi. O'rta o'xiy bo'ladi. Ikkita chet komanda bo'ladi. Bittasi bosganda, bittasi to'g'ri chiqargan bo'ladi. Buncha testerda plazmonkaga qo'yamiz va chetini tekshiramiz. Hop. Tekshirganimizda mana shunday qo'yamiz. Mana bundan tok chiqib o'tadi. Mana bu yoqdan chiqmayapti. Bosganda bu yoqdan chiqadi. O'zingiz uchun payini bitta qo'yib qo'yinglar, shu sizlarda mana shu tarafi, mana bu tarafi, bu bosganda fiksatsiya qiladi, qo'yganida chiqmaydi. Xo'p, shunda endi mana ko'chirish yo'li, eng oson yo'li bor, ko'chirishda, pasportdan. Просто o'lib olasizlar. Polniy o'lib qo'yib olamiz ichiga. Nimagaki, o'sha o'lg'i hamma yoqqa tegadi. Hamda o'sha qiziydi. Ketdi, keyin bundan chiqaramiz. Bo'ldi, chiqdi. Kimlar aytishi mumkin, buni chiqarish uchun payanik bor, patsoslar bor, boshqa narsalar. Chiqilib, mayli hamma xohlaganicha ishlaydi. Glamisi ish akkuratlik sifatli bitsa bo'ldi. Mana bu. O'z chiqargani bor yo'q. Mayli. Ishlarchi. Bo'ldi. Bo'ldi. Bizda shu tochka qo'ygan joyimiz platani o'rtasiga qarab turish kerak ekan. Bundoq turish kerak ekan. Qo'yotganda ham xuddi shu, okey. Bundoq qo'yaveramiz. U vaziyatga olamiz akalar. O'ba, xohlasa. Ja. Cho'tki joylar. Fiksatsiya bo'lsin. Endi yog'iga просто kanifol olamiz. Просто yog'och qo'yamiz, bo'ldi. O'g'li bir-biriga oyoqchalari o'tib qolsa, orasidan payanni yurg'azib olsak mana. Bo'ldi, kontaktlar уже ajraldi. Tak, endi chiroyli plater ko'rinishi uchun обязательно oddiy rastvarитель olamiz. Men bola bu ishlab kelmayapti. Mana mana qarang, qanaqa holatga kelib qolgan. Holatda просто tozalaymiz. Bo'ldi, ideal, zavod. Cho'tki ishloq. Holatni tekshirib olamiz. Ishloqmi yo'q? Biz birinchi aktiv holatida tak, tekshirib olamiz. O'sha holatida, yo'q holatida. Yo'q. Ideal. Shunda qaraylar akalar. Nima qilishimiz kerak bo'ladi? Ko'ryaptimi yo'q bilmayman. Mana bu taraf bizda xolastoy, ya'ni o'sha turganda tok chiqib turishi kerak. Mana o'sha kontakt. Tok включателni bosganimizda bu yoqqa tok o'tishi kerak. Ya'ni komanda plazmonka mana shu yoqqa bo'lishi kerak. Shuni eslab qolamiz. Yechayotganda просто yechib olasizlar. Ikkita o'sha ketgan daroshka bo'ladi. Daroshka o'qiymiz birinchi, mana bundan kelyapti, mana bundan ketyapti. Bu yoqda qarasanglar, просто переменный komandaga o'tib ketyapti. Bu yoqqa o'tib ketyapti. Значит, mashin bilan mana bu bitta bo'lishi kerak. Yoqqanimizda tok o'tishi kerak. O'sha turganda bu yoqqa o'tiradi. Tushirib olgan bo'lsam bo'ldi. Mana shu holatda 250 ming so'm ishlasanglar bo'ladi. Kimdir arzon qilar, misol uchun insofinglar bormi? Qimmatroq narsalar deydi. Okalar, hamma mehnatini o'zi naqlaydi. Mehnatni naqlaydi, bo'ldi. Misol uchun biz kimlardir ko'rib o'rganmaganmiz. Bosh narsani ustida ishlab, o'zimiz mehnat qilib, birinchi kuydirib, rasxodlarga tushib, uverniy bo'lib, mana Xudoga shukr. Endi kimlardir qaysi joyni o'rganganmiz, yog'i nima desa bo'ladi. Qiziqishga qarab chiqib kelaveradi. Glavnisi birovning mehnatini oyoqqa borib sotmayapmiz. Xo'p, biz aytib o'tishdan sabab kimdir qanaqadir foydalanib, okalar tirikchilik qilishi mumkin. Kimgadir misol uchun tushunadigan odam bo'lsa, olib boradi ustiga. Misol uchun o'zi tushunadigan bo'lsa, o'zi shunday yechadi, o'zi boradi. Tushunmaydigan odam bo'lsa, ustiga olib boradi, hamma nima desa bo'ladi. Pulchatini olib, mashinani alishtirib ber deydi. Qo'l haqi 100 ming, 150 ming tashab ketadi. Tak, tekshiramiz. Mana ko'rasizlar, hozir ishlamay qoldi. Nimaga? Yo uzunlik, yo kaltalik bor. Buni tekshirish yo'li, orqasini bo'shatasizlar. Sal. Endi ishlayapti. Zazorni bilib olamiz. Mana qarang. Yopib turganda ishlamayapti. Sal ochsa ishlaydi. Ishlayapti. Endi nima qilamiz? Yechamiz. Mana nima sababdan 250 ming so'm olishimiz sababi. Tak, yechamiz. Hozir kun sirda rasset kerak bo'ldi bu narsada. Ko'ramiz. Значит, millimetr kesishim kerak bo'ldi mana. Millimetr kesiladi. Bu narsani men ham o'lchab olsa bo'lardi. Misol uchun daroshkalarni kesishimiz deyman. Balandlik sathini deydimi? O'lchaymiz. Mana kerak. Urvatni bilgan 1 mm joyga razilsa qoldi. Просто kesib tashlaymiz. Qanday qayerga kessa ham bo'ladi.
ketdik. Endi tekshiramiz. To'sib qo'yib, platani qo'lda bosib. Yana azlicha. Balki kimdir mendan yaxshiroqlar olib keladi. Men o'zim tushunganimcha, oson yo'licha o'rgatib olman sizlarga. O, ideal. 1 mm payonida eritib, kesish shart emas. Eritib olsanglar bo'ldi. Yopganda ham ikkita kelib qolmasa bo'ldi olib. Hozir o'zini ko'rsataman, mana radnoya ancha kichkina bo'ladi. Buni remont bo'lmaydi, olib olasizlar, kerak emas. Va joyiga burab qo'yamiz. Qo'yganlardan keyin yo'l uchmaydi, yo'l yonmaydi, baribir. Yo'l yonib qoladi, yo'l o'chib qoladi. Shuning uchun ana knopkalarni polniy tekshirib olganinglar ma'qul. Iloji bo'lsa birinchi qotirasizlar. Qotganda hamma joyiga tushadi. Çok işte o. Mana bitta. Sasovkalar 250 ming so'mlik ishlar yo'q. Xohlasanglar 200 ming, xohlasanglar 50 ming so'm, xohlasanglar tekin aytib beringlar. Biz videoni maqsadimiz videolarni ko'rsatib berish, kim qanaqa holatda foydalanadi o'zingizlarga xos. Biz bu ishga 250 ming so'm olamiz oxiri. Xohlasanglar o'zingizlar olsanglar bo'ladi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, kommentariyada nima yozib qoldiringlar. Yana zo'r ideyalar bor. Xudo xohlasa optim narxda sizlar uchun, xalq uchun arzon narxda narsalar olib kelib qo'ygan, sifatli narsalar bo'ladi. Qo'llab qolsanglar, ko'p video chiqarib turamiz, xudo xohlasa.